Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Hizbulloh droni hujumi vaqtida Isroil askari hojatxonaga yashirindi. Hizbulloh tomonidan uchirilgan dron Isroil shimolidagi Shalomi qishlog'ida joylashgan vertolyot maydonchasiga zarba berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum vaqtida ushbu hududda bir guruh Isroil askarlari to'plangan bo'lgan. Tarqalgan kadrlarda hujum paytida panikaga tushgan Isroil askarlaridan biri o'zini himoya qilish maqsadida yaqin atrofdagi hojatxonaga kirib yashiringani aks etgan. So'nggi vaqtlarda Hizbulloh dron hujumlari Isroilning shimoliy hududlaridagi harbiy nuqtalarga qarshi tobora kuchayib borayotgani qayd etilmoqda. Eron va AQSh o'rtasidagi muzokaralarda asosiy to'siq bo'lib Tehronning yadro dasturi qolmoqda. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, Eron Qo'shma Shtatlarining taklifiga o'z javobini Pokistondagi vositachilar orqali yo'llagan. AQSh tashabbusi Eron yadro dasturini amalda muzlatib qo'yishni nazarda tutadi, ya'ni yadroviy qurol yaratishdan voz kechish, yadroviy obyektlarning bir qismini qismlarga ajratish va ularni boyitishni 20 yil muddatga taqiqlash. Bunga javoban Tehron avval harbiy harakatlarni to'xtatish va yadro dasturi bo'yicha 30 kunlik muzokaralarni boshlashni taklif qilgan. Shuningdek, Tehron Eron kemalari va portlaridan cheklovlar olib tashlanishi evaziga yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini qisman 3-davlatga olib chiqishga va Hormuz bo'g'ozini bosqichma-bosqich ochishga tayyor. Eslatib o'tamiz, kecha Putin Rossiya Eronning boyitilgan uran zaxiralarini o'z hududida qabul qilishga rozi ekanini tasdiqlagan edi. Shu bilan birga nashrga ko'ra, Washington yadroviy infratuzilma va uran zaxiralarining taqdiri bo'yicha majburiyatlarni oldindan mustahkamlab qo'yishni talab qilmoqda. Eron esa bu masalani faqat o't ochish to'xtatilgandan keyin muhokama qilishni taklif etmoqda. Biz Eron yadroviy qurolga ega bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymaymiz. AQSh prezidenti Donald Trampning boshqa bayonotlari. Eron harbiy jihatdan mag'lubiyatga uchradi. Garchi buni hali anglab yetmagan bo'lishsa-da, o'ylaymanki, ular buni tushunishmoqda. Biz yana 2 hafta mobaynida Eron ichkarisiga kirib, mutlaqo barcha nishonlarni yo'q qilishimiz mumkin edi. Eron rahbariyatining 3ta yuqori darajasi yo'q qilindi, ammo o'ylaymanki, biz hali ham ma'lum darajadagi hokimiyatga ega odamlar bilan ish olib bormoqdamiz. Eronning endi na floti, na harbiy havo kuchlari, na havo hujumidan mudofaa vositalari bor. Agar men general Suleymoniyni yo'q qilmaganimda, Eron butunlay boshqacha mamlakat bo'lar edi. U ancha qobiliyatli shaxs edi, ammo u yovuz daho edi. Qonxo'r Netanyahu AQShning harbiy yordamidan voz kechmoqchi. Isroil bosh vaziri Qonxo'r Benyamin Netanyahu 10-may kuni AQSh bilan harbiy hamkorlikning moliyaviy qismidan bosqichma-bosqich voz kechish niyatida ekanligini ma'lum qildi. Men bu haqda prezident Trampga aytganman. Buni o'z xalqimizga ham bildirganman. Ularning hayratdan og'zi ochilib qoldi. Men ularga keling, buni hozir boshlaymiz va keyingi 10 yillik davomida amalga oshiramiz. Lekin men aynan hozir boshlashni istayman, deb aytdim, dedi Isroil bosh vaziri CBS News telekanaliga bergan intervyusida. Qonxo'r Netanyahu Isroil Qo'shma Shtatlaridan har yili 3.8 milliard dollar olishiga aniqlik kiritdi. Ushbu yordam AQSh Kongressi tomonidan ma'qullanadi va uni an'anaviy ravishda ham demokratlar, ham respublikachilar qo'llab-quvvatlab keladi. Tramp AQSh Erondan boyitilgan uran zaxiralarini olib qo'ymoqchi. Erta yoki kech biz Eronning boyitilgan uran zaxiralarini qo'lga kiritamiz. Biz buni kuzatib boryapmiz. Bilasizmi, men AQSh kosmik kuchlari deb ataladigan tuzilmani tashkil etganman va ular buni har kuni kuzatib turishadi. Agar kimdir u yerga yaqinlashsa, biz bundan xabar topamiz va ularni portlatib yuboramiz, dedi Qo'shma Shtatlar yetakchisi. U shuningdek AQSh Hizbulloh bilan bog'liq vaziyatni hal qilish uchun Livan bilan ishlashda davom etishini ta'kidladi. Isroil endi Livanni bombardimon qilmaydi. AQSh ularga buni taqiqlaydi. Yetarli, deya ta'kidladi prezident. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi mojaroni hal qilish AQShning Eron bilan muzokaralaridan alohida amalga oshiriladi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reformuz voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.